Doktor, nima uchun ba'zi chet el davlatlarida O'zbekistonga qaraganda kasallik va kasallanish juda ham kam? Boshqa davlatlarda dunyo qarashi ancha rivojlanib ketgan. O'z vaqtida tibbiy ko'riklardan o'tib turishadi, o'z vaqtida kerakli vitaminlarni yeyishadi va eng asosiysi bu tashqi muhit ta'siri. Ya'ni ba'zi davlatlarda dengiz atrofida joylashgan hisobiga erta havo namgarligi, havo tozaligi bizani hududga nisbatan ancha yaxshi bo'lgan hisobiga kislorod bilan to'yingan organizmda hamma moddalar almashinuvi o'z vaqtida to'g'ri bo'lib o'tgan hisobiga immun sistema yaxshi ishlaydi. Ba'zi odamlar aytadi-yu, boshqa davlatdan O'zbekistonga kelgandim, kasal bo'lib qoldim deydi masalan. Ya'ni ular namlik yuqori joyda yurib, ya'ni g'ubor yo'q joyda, toza joyda yurgan odam betga kelganda, ya'ni yo'lda charchoq, ya'ni stress oladi, organizm toliqqan bo'ladi. Toliqqan holatda bizani hududga kelganda, bizada havo ancha ifloslanib ketgan, shuni hisobiga bir pasda kasallikka chalinadi.